qabul qilish jarayonida sekingi Texnopark tomonidan bir haftalik yoki 3 kunlik yoki 5 kunlik grafik tuzib chiqamiz. Hammanglarni o'qitamiz. Bugungi kunda Toshkent metropoliteni bekatlarga keksa yo'lovchilar va nogironligi bor shaxslar uchun maxsus qurilmalar o'rnatilgan. Ushbu qurilmalardan hozir foydalanib kelmoqda. Ba'zi joylarda nosozlikka uchrayapti. Xalqlar do'stligi metro bekati bilan Buyukpak yo'li bekatidagi ko'tarish moslamalar o'rganildi. Xalqlar do'stligi bekatida bitta ko'tarish moslamasiga bugungi kungacha elektr energiyasi bo'yicha ulanish nuqtasi belgilanmaganligi, Buyukpak yo'lida ko'tarish moslamasida quvvatlagichida nosoz holatdaligi ma'lum bo'ldi. Buyurtmachi tashkilotga kamchiliklarni bartaraf qilish va soz holatga keltirish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Ijtimoiy inspeksiya bilan metropoliten xodimlari va yagona buyurtmachi bilan Texnopark xodimlari bekatlarda o'rnatilgan ko'tarish moslamalarini ko'zdan kechirishdi. Metro bekatlari va yer osti yo'llariga jami 78 ta ko'tarish moslamalari o'rnatilgan bo'lib, bulardan 38 tasi foydalanishga topshirilgan. 40 tasi test rejimda ishlamoqda. Sinov muddatlari 1 oy davom etadi va 1 oydan keyin bosqichma-bosqich topshirishlari boshlanadi. Bu aniqlangan kamchiliklar bo'yicha choralar ko'rib, tez kunlarda bartaraf qilinadi.